Assalamu alaykum do'stlar. Mana bir atna vaqt o'tib ketdi. Qobatdan xiyol ortidan viktorinasina natijalar yasar shoq jetdi. Efirda sizning bilan men Olisa Zamaliyeva. Bu atnaning iqtiborli televizor qarovchilari 15 nomerni ilgir bo'lib TMTV so'zi bilan SMS xabarlarni shoqda yo'lladilar, ko'rib turasiz. Yo'llamishasing chunki baxtni sinab qarar uchun bikozgina vaqt qolib bora. Bugun Alloh buyursa 7-finalistni belgilab, ikkinchi atnaga so'nggi finalistni da oshiqlarimiz. Ondan so'ng kelasi atnaga o'qish yili dengiz yorini yo'l etarga kim borashaq? Оны da biz sizning ko'z oldingizda belgilarmiz. Shunga ko'ra, hali bugungi kunga qadar SMS javoblaringizni jibariga ulgurmagansiz ekan, bu xatoni hozir tuzatigiz. Ekranda maxsus signal yangrog'i Urra! Bo'laklar! Chiqqan so'rovni e'tibor bilan o'qib, TMTV so'zi bilan boshlab, ondan so'ng bo'shara qoldirib, durish javobga to'g'ri kelgan sifrlarni 13-15 nomerini yo'llab jibarigiz. Qabatlab o'tam 13-15 nomerini. Javoblaringiz durust bo'lar ekan, bu ishroqda sizning telefon nomerlaringizni shu shorlar ichine tig'ib barabanga solamiz. Ham sizning ko'z oldingizda jing'ushini belgilaymiz. Jing'ushi degandan o'zgan atna finalisti Ul Orshadan G'ilfan va Albina. Shukr, super finalga chiqdik. Hozir bilet tatib bo'lsa, bikishlab bo'lar edi deb bizga Albina. Bo'lar, eng muhimi ishonirga kerak. Hozir aydagiz barabanni aylantirib, bu atna finalistinda belgilab olaylik. Demak, ketdik. Shulay turib, olamiz qizil sharni ham shushi 7-finalistning kim ekanini oshiqlaymiz. U bizning megafon abonenti, oxirgi sonlari 5800 sonlarini tamomlana. Sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. 7-finalistimizni oshiqladik. Avvaldagi minutlarda esa 2 televizor qarovchimizni da baxtli etarmiz. Ularga biz Lounge 3D Cinema kino kafesidan 1000 so'mlik sertifikat topshiramiz. Mana shu sertifikat kimlargadir? Uni biz odatdagicha barabanni aylantirib oshiqlaymiz. Shulay turib, olamiz shorni ham birinchi sertifikat egasi u bizning shulay megafon abonenti, oxirgi sonlari 24-12 sonlarini tamomlana. Qutlaymiz. Avvaldagi sertifikat kimgadir? Buni biz shulay barabanni aylantirib aydagiz oshiqlab olaylik. Aydagiz, olamiz Alsudisdagi shorni ham Lounge 3D Cinema kino kafesidan 1000 so'mlik sertifikatni kim tashag'in bilirmiz. Demak, megafon abonenti oxirgi sonlari 69-92 sifrlarni tamomlana. Chin ko'ngildan qutlaymiz. Siz yaqinlaringiz, tug'an tomoshalarıngiz bilan Lounge 3D Cinema kino kafesina borib, rahatlanib, kesh o'tirib o'zingizning kishingizni ko'ngilligina o'tkara olasiz. 7-finalistibizda 2 baxtli bo'lak o'tishimizda bor. Qobatdan sizni baxtlar ratin to'llantiruvingiz bilan qutlaymiz. Do'stlar, sizning esa bortik bu atnadagina SMSlar jibarib, chet elga dengiz yorini borib qaytish uchun putyovka mumkinligingiz bor. Ne uchun bor bu atnadaginami? Chunki kelasi atnaga jimg'o kishinda atnalik finalistni belgilab, 8 atnadan yig'ilgan finalistlarning nomerlarini birga to'plab, barabanga solib, bari bir singini olib, biz putyovka o'tishi kishining ismin, familiyasini bilashakmiz. Ish kunlarida kunini 5 topqir, yo'l kunlarida kunini 7 topqir teleekranlarda maxsus signal chiqadi. Urra! Bo'laklar! Ondan so'ng ekranda estrada turmushna qo'g'ilishli bo'lgan so'rovlar chiqashaq. Ham siz durish javobni TMTV degan so'zdan boshlab, ondan so'ng probel qoldirib 13-15 nomerini yo'llab jibariz. Qabatlab aytam, 13-15 nomerini. Borda big'vadi va big jingil. Shunga shu mumkinlikni qo'lingizdan ishqindirmag'iz. Unutmag'iz, sizning bordik birgina o'tna vaqtingiz qolib bora. Balki naq tamnasiz yili dengiz yorini borib qaytashaqsiz. Unutmag'iz, TMTV bilan xiyollar shing'archan. Yorar, kelasi o'tnada ko'rishgancha deb men Olisa Zamaliyeva sizning bilan sog' bo'lasham. Esaning men bo'lasiz.